Hürmetli vatandaşımızı devamlaştırımız. Xi Jinping, Janubi Jungo denizi ve Tayvan meselesi qattiq ifade bildirdi. Mavzulu xabar 6 ayın 28 gün Amerika ovozdan Xitoy til programı e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Washington, Jungo devletinin reisi Xi Jinping haftanın 3 günü Tönce qatam Jungo'ga ziyaret kelgan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa ministri Jim Mattis bilan ko'rishganda Janubiy Jungo dengizi Tayvan meselesida qattiq ifoda bildirib mundaq dedi. Ajdodlarimizdan miros qolgan territoriyalarımızdan bir chimdim tuproqini qo'limizdan chiqarmaymiz. Qaltismadi. Tahlilchilar mundaq hesab. Uchuq oshkora so'rovlarda ojizlikni ifodalamaydigan. Xi Jinping Amerikaning yaqindan beri Janubiy Jungo dengizini harbiylaştirdi deb ayıplayotganda ve Amerika Davlat Majlisining ko'plagan a'zolarining Amerika Tayvan harbiy ishlar hamkorligini kuchaytirish to'g'risidagi talablari o'ttirg'i chiqqan shundaq paytda Reis Xi Jinping bu qatam javob qaytardi. Jungo Janubiy dengiziga orolliq egilik huquq borligini da'vo qildi. Vietnam, Filipin, Malaylarmi egilik huquq talab qildi. Demokratik jamiyat qurgan Tayvanni Jungoning bir o'lkasi deb qaraydi. Lekin xabarlarga qaraganda Jungoda ba'zi olimlar yaqindan beri Jungo rahbarlik qotlimi Washingtonda hozir bo'lgan Jungo to'g'risidagi ta'sirotning darajasini tuvan mo'lchallab qo'ydimi deb gumon qilishga boshladi. Hozir Washingtonda Jungoga nisbatan paydo bo'layotgan ta'sirot va ko'z qarashlarni Jungo hukumati tuvan mo'lchallab qo'ydimi gumon qilishga boshladi. Amerika bilan taglikni burunroq oshkorlashga tavakkalchilik qildimi deb gumon qilishga boshladi. Masalan, Amerikaning asosiy maqsadi nima? Jungoning asosiy maqsadi nima? Mushkilayotgan ziddiyatlar ya bo'layotgan savdo tijorat surkilishtirdi. Zodi ikki davlatning maqsadi nima? G'arizi nima? Buni Jungo taraf avval oshkorlab qo'ydim nimadir? Chunki nima dedi Xi Jinping? Men mustamlikchilik qilmayman dedi. Başkalarının istismar gerek emas dedi. Ecdatlardan kalkan vatanımdan tuprağını bir çimdimi taşrif etmeymen dedi. Demek bu onda siz hem biz tuyuksuzluk işgal. Bu tuyuksuzluk oturuğa çıkıp kaldı bu gap. Şuna Jungo'nun ziyalilerimi Amerika Jungo oturusundaki taglik meselesi Jungo'ya burunrak aşkarlı vettemi nime deb guman kılışık başladı. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa ministri Jim Mattis mushu oyda sal burun Singapurda o'tkazilgan Shangri-La yig'inida mundaq ko'rsatgan. Jungo Janubiy dengiz talash tartish bo'layotgan orollarda harbiy aeroplanlarni mashq qildirib, raketa sistemasi o'rnatib, Amerikaning Jungo bilan hamkorlik maydoni qayta o'ylanishga majburladi dedi. Hem de Jungo ogohlantirish berib kelgusida ochiq oqibat paydo qilgan xatarga tavakkalchilik qilyapti deb ko'rsatdi. 2014-yil Xi Jinping vazifa o'tayotgan mezgilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa ministri Hagel Jungoni ziyorat qilgan. Jungo harbiy taraf 2 dona avtomat qiyasi hem de 2052 azatlık armiyani dünyavi derecelik harbiy kuchga aylandırdıgan armiyani kuchaytirish planini e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump bo'lsa Hind Tinch okeani strategik siyosatini, sobiq Prezident Obamaning Osiyo qaytib kelish strategiyasining o'rniga dashtib Hindistan'da rayın dercilik qo'llanish sistemasiga elib kirib, Jungoning harbiy kengaymichiligini chekmoqchi bo'ldi. Ajdodlardan qolgan bir chimdim tuproqni qo'ldan chiqarmaymiz. Xi Jinping qizil siziq sizdi. Amerika Jungo to'qinishining xatari kuchaydi.
Mavzuli xabar 6 ayning 29 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington, Jungoning raisi Xi Jinping haftaning 3 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Jim Mattis bilan ko'rishganda aniq qilib bunday ko'rsatdi. Ajdodimizdan qolgan bir chimdim tuproqni qo'limizdan chiqarmaymiz. Tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Xi Jinpingning ifoda bildirishi har qaysi sohalar bo'yicha Amerika Jungo o'rtasidagi ixtiloflarning cho'nqur yiltiz tortganligini gavdalantirib berdi. Tahlilchilar yana bunday deyishdi. Amerika Jungo o'rtasida o'zaro manfaat yetkazadigan manfaat munosabatlari tugidi. Mushu jumlaga qattiq e'tibor bering vatandoshim, nima deydi tahlilchilar? Hozir Amerika Jungo o'rtasida o'zaro manfaat yetkazadigan manfaat munosabatlari tugidi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo Xalq Jamhuriyati o'rtasida o'zaro manfaat munosabatlari tugidi. Mushu gap esingizda bo'lsin vatandoshim. Janubiy dengiz, Tayvan va savdo tijorat masalasi bo'yicha ikki davlat o'rtasida to'qnash yuz berishi mumkin. Oxiri bu to'qnash urushga elib kelishi mumkin. Janubiy dengiz, Tayvan va savdo tijorat masalasiga bog'liq ikki davlat o'rtasida to'qnash yuz berishi mumkin. Hatta bu to'qnash ikki davlat munosabatini urush davriga elib kelishi mumkin.